Çolpan geldi. Her iş seherden başlanıdı. Yaxşı kayfiyat bir kundan aşkıcı. Yuyica, yani Munevver doktor, mayli hizmet yoki seferdi bolay menden ayrılmaydı. Yo'q, men onu yenimden ayırmayman. Onu kichik çağıma. Ba'zida kichik ishlar cho'ng ishlarga ta'sir qiladi. Bir kunlik yaxshi kayfiyat bilan hayot qaynamog'i shunday sinamanki, baxtni, muvaffaqiyatni, hayotning qimmatini o'zim yordiman. Umid meni davomli olg'a undaydi. Baxtni qo'g'lashga, his qilishga undaydi. Sog'lom turmushni o'zingiz izlab toping. Munevver doktor. Markalık mahsulotlarni e'tibor bahası etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar eglik qilmoqchi bo'lsangiz, Şinjan So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizga yemek-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supsiga kiring. E'tibor bahada mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supsiga kiring. Hazır organ salonumuzu qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'liqqa erishish fursatingiz bor. Ya qara. Mesmiye. Ya dehşet kızgın jo'mi qismlar. Sana. Bu qanchinchi sanbog' edi? 2020-yili. O'tirdiki bir salat ya. 8-chi sanbog' deyman ha. Chiqib bekpayzoga shu Uzoq o'tdimi shu işte bir içilip bir oturup bakmak ne bu programlarda. Rosa, oldingi necha sonladimi? Yaxshi bo'lyapti, qizyapti. Lekin ma'nodagi chaqchaqchilar taklif qilinmadi. Şu. Dağınıklı çaqchaqchilarni bir ekibini qilib chaqirib boqamdiq ya. Hey, rast. Ha. Men sana çokum işini mendigine. Bir çaqchaqchi ustozimizni sen çokum chaqirib eklaleyse digine. Hem ish naq meydan birga ekelsa, boshqa cho'lponlarni chaqirib shuma yashib bir qo'shal qo'ram chaqchaqib o'tamamdi. Bunda degan o'lib, darhol telefon qilib hozir kel degan olmaydi. Hech Cevdet qanmaqo? Sen numar baqo? Ya telefon qila. Men o'rimchi kelibdi deb anlagandim. Bakay. Telefon qilib Cevdetga bilan yaxshi o'taman. Hem bunda maslahatchiyim demaysan, maslahatchiyim desan qochidi. Yo'qda program deymi? Programı bataka. Hamishdan bir qatnashib bersan, sen cho'qim yo'q demaydi. Bakay işte. Setram o'tigina. Bakay. Bakayapti. Sen yaqlamsan ya. Sen yaqlasan. Ommamda İkinci etsen. Ve? Yaxşımı Nurali? Yaxshi, Cevdetga o'zingchi yaxshi tudingmi? Yaxshi o'zingchi? Yaxshi, nima qilsa? Men mayliq qilma kaşı judiyaninki biqinda tamoq yaptı. Bir to'y ishyapti, shuni keldim. Chaqchaqdim aka. Oldida shuncha yomon hayajon qilib tanjab qoldim nima? Ya aka. Ya bunda gapdi aka, shu 6-chi qavatdagi bir chiqib tushamsan ya. 6-chi qavatdagi? Ha. Sen berdigan bir narsa bor-da. 6-chi qavat chiqib tushamsa dedim, men bu yoqqa gaymayning chaqchaqchisi. Ya, sen berdigan bir narsa bor-da, chiqiblam tushsan qanday bo'la? Vaqting yetamdi? Mayli, seni onu ko'rishib ketmasam qanday olib yo'q chiqqandiki. Voy isla aka, unda chiqa aka. Ay, dentiydan chiqiblam so'ldirab qarasang bir ish va kirsanglam bo'ldi aka. Ma'qul. Bo'ldi, seni bir asralashib ko'rishman. Ma'qul aka, saqlaymiz hamsa. Ma'qul. Bunday qara. Kela chiqqan vaqtda o'zan keltirib biz gapni akab o'tirimiz, men so'rini boshlaymiz. Asal qildik. Unda bo'lsa bula ha, Cevdetga bunda bir kuldigan yerlar kelib qolibdi-ku hamda. Ravurs bir echilib, yelib bir kulayli. Tuyuqsizdan bir chaqirib qoldik, shunda bo'lsa-mi, kayfiyatlarni jonlantirish uchun ha. Xo'sh, unda qolsa 2022-yillik Munavver doktor Cho'lpan keldi programmamizdan bugungi soniga taklif qilingan bizdan mehmonimiz bo'lsa, hammaga tunishliq, kelishgan chaqchaqchimiz desak, hargiz ortiq ketmaydi. Hammadan ko'rib boqqan bilimizga. Unda bo'lsa hammadan bir olqish sadolarimiz bilan sanimizga Cevdet Rafqat kam taklif qilamiz, marhamat. Ya bu pul chiqarish bo'taga chaqar. Ey qilayli. Shunday yomon tuyuqsiz qanaqaroq. Hammalar yaxshi tudinglarmi? O'zinglar yaxshimi, salomatmi? Ya menda deb qo'ymamsa bu tayyorliklarni qilib kelmadi bu yerga. Ya shu mushum bo'ldi aka. Yomon emas-ku. General yang'ag'ana qilib tursa. Kiyimlar ham. Gapimizga sepra yana bir program ishlab olamiz.
Ya bo'ldimi, sen ham shunda yarışibdi mayliq sayohat demakniki xodiklarda. Rahmat aka. Kelganingga xush bo'ldik aka biz mo. Tuyumda deb qo'ysa emas, bunda bir tayyorliklarni qilib ancha buncha badan qizitib degandek, men tilni angma degan 20 ya beg'irlig'iz yutdi. Xo'sh aka, unda bo'lsa, bugun mana mush ekran oldidagi ko'rmalar uchun, tomoshabinlar uchun bir deb qo'ydiganlaring bo'lsa, hozir bir davosan aka. Unda yer bo'lsa, sizlar bunchalik go'zal sahnani ajratgandan keyin men sizlar uchun birdan-biridan xizmatinglarda bo'lmam, kuldirelayman-da. Va, albatta aka. Salam ekran oldidagi barliq ko'rmanlar, Kamini Javdat Rabqatdan hammanglarga mehrlik salom. Nurali ukam bugungi Cho'lpon keldi programmasida sening bilan shundaqla mishadagi barliq qarindoshlar bilan ekran oldidagi barliq do'stlar bilan yuz ko'rishganligimdan shunda xush bo'ldik. Bo'libmi shu chaqchaqni mush sahnaga chiqib sizlar bilan yuz ko'rishib, Shinjongning janubi va shimolidagi barliq do'stlar bilan asrolashsam, men xush bo'laman emasmi? Siz xush bo'lsa deb turib chiqdim aka. Qo'shimizdan nemish qilmaman. Ondan qo'lchilik chaqchaqchilar deb mush atrofni peqirab yuriblar. Amaliyot turmushdimi be yumoristik qo'y aka. Shunda xo'p ketdi. Mushuk har bir gap turini chaqchaqlam, kulkilar. Sho'mi qo'riqlaring qarab his qilib bo'lib qancha ketmay joyganligim ma dunyoga kelib. Men shu turib bizam o'ylayapman, bo'lib qolsa, ma qo'riq yomon ko'payib ketib bordi. Chaqchaq bilan birlashtirib bir ayak vakolatchi 100 choplaq satayman. Satayım deyman-ku. Oma bo'ladi Juma aka. Tijoratga yomon bo'lsa azalda Tijoratga yomon. Ma chaqchaqmi shu tijoratdan bo'lyapti. Lekin ma bugam ishim yo'q Juma aka. Ma biz quruqlar. Ya unda demay to ichilamay qoladi. Ya mayli ay quruq olsin bo'g'imiz elni kuldasam chavuga shu pulda qo'yildim. Mush gapim kerakda aka. Ekranda ko'rmalarimiz, tomoshabinlarimiz men Javdat Islom yumor so'zlaydi, chaqchaq qiladi, chashmachaq qiladi, boshqalar kulki beg'ishlaydi deb menda bir obrazim aka. Mishada menchi bo'lsa ko'rmalarmi shuning taqozo bo'ladi. Deyilib baxmagan yep-yan yumorlar bo'lsa, bir ish kun so'zlab bergan aka, eng oldida kayfiyatni bir jonlantirib aytaylik. Küldürelisan, eğer biz külsek, oturup aklında almışırsak mayli. Eğer küldüremsen, başkalar telefon kılmayız. Onda ayırırsa, benim bir şartım var. Kasten külvamay durup, külmüsanla çatak çıkıttım. Kasten dağ turuyla, uygu yirep, yamış kaşkırlıkla, yotkandan çıkırıp, yotkandan jitivet gider kesin. Bol isap, tabii bolumuz. Mening men shartim bor-da, sizlar tabii bo'lmasanlar men mumkin emas qo'y. Bo'ldi aka, tabii bolumuz chatay. Bo'ldi, hozir sen tuyuqsizmashda telefon qilib qolding qarab. Biz hamdaylik jamiyatda uya bu yerda maslahat joy to'y to'kin bu ishlar bilan yurimiz. Men bir yezda tug'ilib cho'ngildim-da. Hozir mash to'r taratqular haqiqatan kuchlanib ketdi. Nurg'unlig'am xalq bizning hurmatimizni, qimmatimizni qilib kelyapti. Mashunda bir qiziq gap chiqami degan ideyada bizni bir ko'chalarga ishlayapti. Endi bir kun dadam ashta men paran qilib qoldi. Ya balam, mash uyda bir kalvatda shuni apirib bir setib bo'lsak dedi. Bo'ladi deb men o'zim bir to'y oldirash mangan, yangi kiyipli malvazirg'ilik qalni yutlabdi kiribdi menda. Kirsam u oylandi, bu oylandi iliq qalning birorlar xaridorisi chiqmadi. Unda qarsam bir bal telefonnim daxliq qo'ltaq tiltatdi bu. Bu nima ish qilayotgandi deb. Ya ukam makla, sen nima bo'ldi dedi. Men qalni rasmga tortyapman desam, yo'q aka, shu sening bilan bir poch rasmga tushgan bo'ldi dedi. Ya shu deymansan menga. Desem unda olsa Bolu'daki bir paç şu ağam bulsam dedi. Bolu'da tabi işte desem unda ikimizni kim tat koyar dedi. Kalığı biri aç tatı da dedim şu. Vay bana vay onda sen gittim Ben külmüdüm. Ben külmüdüm. Beni küldeysen iyisi bakar. Hem küldü yarası doğru. Hem küldü dedi ki ben külmüdüm. Ben bir nepere. Manıga ben külümem. Manıga sen. Yani birine. Naqbaş Nurali'ga o'xshash birisi bir maslahatchiga bor dedi. Biz G'uljidan bir maslahatchiga borsak, Javdat keldi-ki, qasdan kulmanglar deb o'shaning bir yigit peshi. Buni usol qilamiz debdi-da. Shundan keyin berib iliq so'radi va qiqas cho'qon chaqchaq quvvatimi? Jumla to'xtab turadi, bir yumor qilib boqay jumla deb yumor qilsammi jumla? Yeni keldim. Yeni kelsam kech soat 12 bilan bir odam telefon qildi. Javdatmi? deb aytdi. Ha, men. Boshlasam, "Yo'q, uyning olsa bolam nima ish qilding?" deydi. Ya aka men bir chaqchaq qilib bagan bir ish bo'lmadi-ku deb aytsam, hozirdan oyoqqa uyda yotganni ishtivatgida kulyapti-da. Sonrandagi yigit peshidan qo'rqib, kulanma uyga kirib yotgandan chiqib kelgan gapda
Biz yana birinde bir yetib xotirjam Yana bo'layman. bir, ha, mayli. Bu oilada ajoyib qiziq ishlar bo'ladi ekanda. Mening 7 yoshga kirgan bir qizim bor, bek aqlli, bek sagak zodi. Bir kun qizim bilan paranglashib o'tirib, qizim, maktabga olib borib qo'ydim, bilan sirib kirdingiz. Yaxshi o'qiyapsizmi? Desam, yaxshi o'qiyapman dada. Dedi, unda bo'lsa birga birini qo'shib nima chiqdi deb boshlatsam, ikki chiqdi dedi. Xo'p, mening balam. Deb boshlatsam, turib ketib, "Yana so'ranga dada" dedi. Ikkini qo'shib deb boshlatsam, ikki nima deb qarab turdi. "Jinim balam" deb men misol qilibdiman-da. Siz uyda opingiz bilan o'tirib tursangiz, men taladan bir balni yutlab ko'rsam, nima chiqdi desam, jida chiqdi dedi. Ma deydi. Sana balla bayrami deyib o'rtdi. Davuz aka, rahmat. Rahmat. Chiqiblam. Shunda bir payzi qilib qo'ydi kayfiyatimizni. Kelsan bo'ldi aka. Shu maash kelana ishimiz shu. Birsin chaqir qo'ygan u kep bo'g'ich. Na, maslahat chayga debdik, men ishga chiqyapman. Boş aka, ondan sonra aldılar oturuşu taklif ettik. Kilemdim? En resmi kilimiz. Ablam. Sınaqda öttün aka, hesap örüldü ben. O'tdimmi ya? Ötep buldun aka. Qanday aka, o'zing yaxshi O'zing bo'lding? yaxshi turdingmi? Yaxshi. Ay, programmalar ajoyib go'zal chiqyapti juma Rahmat aka, zodi. ko'ryotamsiz aka. Ko'ryotamsiz deydi. Kunda ko'ryotaman zodi. Zodi mana shu opam dadamlar Nuralining programmasini qo'ygan deydi. Bo'ladi. Desam shu hozir ular u seni meningdan betar ko'rdigan bo'ldi. Sen işin kızıp digine bir yerlerinden qaylamaz. Ya qoyil bo'lma, endi qiziqki seni maqtagandan ota-onam meni maqtamagandan men ancha pulni berib turyapman-da. Shundan keyin o'tganda ishda Nuralining programmasi deydi. Opam dadam 500 mingni bersam, Nurali qargan sayani bo'lsa. Rahmat aka. Çoğunlar selamet olsun. Rahmat. Muşu cık körümeler noktasından hem de muş çolpan geldi desila. Bula yaşlar ne çıkmaydı, pişmağanlar ne çıkmaydı. Ve çıkanların hepsi pişkan, peşkadem yolluk, ustaz yolluk. Ama da kişilerimiz çıkıdığan şunda kişilerin sahnesi de belirdi. Ta hazırlık şunda. Onun üstüne biz hallap durup, yıskıp durup, nehir cihetlerden oylaşıp durup, çıkırabatka aka bunun çokum haberim bada böyleyim. Körümeler ma programını körüplam, ballar öte gitmişti de bular. Dep oylap kalmasın dep çödür davatim aka. Ya, Sen men mu? davtag'ini bilan yishim bejing vaqtim yo'q. Rasla. Sen mu aka Cavdet dese hazır hem adamın kalısıda tonulgan çakçakçı dep his kılalaydı, bilidi. Muştur konuyu göz aldığımız keltireleyimiz aka. Sınama koşuyatkan tökpen az emez, işlevatkan filmlerimi az emez, elallarımı az emez. Hazırımda qarsan pullarımı az emez. Men bu e'lon men ketib ishlayapman, masalan, o'sha mollaga yetib ishladim. Bolculuk çakçakçı desem, çokum körüp yürüydiğen adamlarda bir hata bir düşünce mi bop kaldı ki görünme noktasından. Bular şu şişi kakablarla ötüdü. Dep manda bir addi tefekkür kıldığan kişilerimi az emez şu. Şulağa hazır bir cevaben kılıp ballık vaxtlarından ta hazır ki geçmiş teraqqiyat basqıçındaki qiyinchilik, o'tganlar ve her qaysi bizga sir bop saqlanib kelayotgan ish izlarini bir bilayli deb qoldik aka. Voy, buni so'rab bek yaxshi qilib qolding-ku, ajab xush bo'lib qoldim zodi. Mening ham shundaq bir go'zal shakllarda o'zimningki mana bolalikdagi arzu armonlarimni, bo'libmi buningdiki bosmoqchi bo'lgan go'zal g'oya planlarimni shunda degim botdi. Sizlar bilan bugun zodi shunda xush bo'ldim-da zodi. Unda maslahatchiga boshqa birisi berib Ya, yani onunla mesuliyet duygularım bilen barmen, men sizlar bilan birden berim. O pulni tapmasam olmaydi. Ya gap pulda emas. Ha demak, çoğunum a to'yga mesuliyet duygularni qarmasam, men mushu Ya sen mesuliyetini vosita qilyapsan hozir. Yo'q, lekin naqsda puldasın. Ya pulda desam olmaydi, ona qatnashmasam bo'lmaydi. Oshlarni chavuq bilan men mush texnik keldim deb o'ylayman bu. Yo'q, bizdan chavuqimizdan kiryapsan hozir. Sen ama chavuqimlar qaytganda oshlarni o'lgidek tayoq yeb yana. Yana mana mayoq güzel bo'lib ketib taqtidigansizlar ya, o'zim uyimga kirib Güzel Gulcinayesiniki İslamiz kentida bir dehqon oilasi tug'ildim-da. Bir oilada 4 farzand, 3 o'g'il, bir qiz.
Apam dadam dehqon. Bizningki oila muhit sharoitima dadam paranchi odam, qiziqchi odamda. So'rinlarga mangmagan bilan oilada bo'lsin, do'qmishlarda bo'lsin yoki ko'chalarda to'rt odamni bir kuldirib qo'ya oladigan bir xil isil fazilatli kishi dadamma. Endi shu muhitda cho'ng bo'ldim, endi o'zimda bir xil san'at turoq bor. Shu yillari shu maktabni yurtimda islom yuzda boshlang'ich maktabni o'qidim, keyin to'liq o'rtni o'zimniki yezliq to'liq o'rta maktabda o'qidim. Men 11-sinfni to'liq bitganman. Shu Xeyli o'qiyapsan. Şöyle okudum. Şu 11'ni to'liq bitkizib, shu bitkizgicha oraliqcha maktabning har turli kurjuklarida etot o'ynaydim. Etot o'ynaydim. Keyin 2004-yili Şinjan san'at shuyandan diktor va riyosatchilikdan qog'ozim kelib qoldi qara. Qog'ozim kelib shu mezgilda akam bilan hadamniki shu oliy maktabda o'qiyotgan mezgildir. Yilliga 7000 ko'yga qarab bu maktabni o'qamay qoldim. Endi o'zimma bir xil tirishchanroq bir ishlarga qarsam opam dadam azroq qiynab qo'ydiga o'xshaymi. To'xta, boshqa bir ishlarni qilayjimi deb. Shunda o'qig'im bor. Ya'ni yurakdikin dalamas, o'zimga endi bo'lmagan ekan. Oilaga qaytib bu dehqonchilik bu ishlar bilan shug'ullandim. Akam hadam o'qidi, inimni keyindan inimni mana men o'qitdim-da o'zim. Tirishchanlik qilib o'zim yeyab ishildim. Bek jafo chekdim. Menda aytganda biz dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanamiz. Dadam shu gapni qildi, "Balam, sen bir gapni qilib qo'yay. Mush ishlab qo'ling qadoq bo'lsa bo'ldi ekan, tizing yaromsin juma" deb qo'ydi dadam. Shu gapi esimda bor. Dehqonchilik bu ishlarni qilamiz. Uningdan keyin mushu chaqchaqchilarniki chaqchaqlarga kichigimdan tortib qiziqatdim. Biroq qirmish chaqchaqlarni ko'ratdim. Keyin o'zim shu chaqchaqlarni ko'rish orqali o'zimning yutidiki, bir sarada ancha chaqchaqlarni qildim. Voy palonchi dedim, ashtaq chaqchaqchilarni akapti, masalan Ahmadjonni, Yibilarni akapti desa, so'ringa kirma, ammo kirib ular chaqchaq qilsa, malkilar dara-darasi beshimni ichiga tiqib olmanda, Allohning tayg'i yomanda. Tayg'i chatoqlar. Shuningdek keyin ularning chaqchaqlarini tinglab yurdim. 2008-yili G'uljinoyisida ashtaqamda cho'ng oldik. Bir og'inamning to'y marakasi bo'ldi. U og'inam malikaga vaqtlarda men soz chalgan bo'ldi. Malda u bolaning ashtaq palonchining uyi to'y oldi ketdi. Ashtaq kigizlarni yeyishib, saylarni to'shib, men angma deganda bir ishki yumruq taklif qilib qo'ydi deyman. Yurakda shu o'tib ekanda. Shundan keyin bo'ldi deb og'in bolalar bilan tanishdik. 2008 bu Jeleznayda to'yni qilib chiqsam, ashaning bir yerlik bir chaqchaqchilar bor ekan. Noyatlab chiqdim shu mezgilda. Yerlik chaqchaqchilar bor ekan, so'rinni bular bir aylantirib kelyaptim. Daxlib qarg'inimni bilma. İkisi ilgirkin o'xshatdi meni. To'xtabdi, merdagi gumpamni bir chiqirib qaytma deb ikkisiga hujumga o'tdim bu yerda. Qiqas cho'qqan chiqib ketdi. Shundan keyin bu yerda bular amdaylikqa G'uljida haqiqatan bu chaqchiqni yaxshi ko'rsa, ahamiyat shunda olib ketdi. Bir hurmatimizni qilib qo'ydigan ishlar bor-ku. Pul degan o'rib ketdi zodi. Sen o'ylagandek ish oldi-da. Turab o'ylamash maslahatcha 2 kun davomlashchi deb. Savol qilib. Shundan keyin u yerda maslahatchani chiroyli tugatdik. Voy, yaxshi baram qilsang kerak boshladi dedim. Kechqurunlik qaytdik. 750 so'mdek pulni o'rib qo'ydik. U vaqtlarda 20 koy kunligimiz ishlaydigan vaqt. 750 koy chingni tutib shu kuni ashib qo'lam takiyib uxlab qoldim. Shundan keyin o'zim yurtga qaytib keldim. Qaytib kelib, yana dehqonchilik bu ishlar bilan yurdim. İşlerini aldılar, demişler bir maşallah aylandı da, jügrab çıksam aylandırıp olay degen de ketdi de. Demekçi men çaqağını keken maşinada. O qaqlarning maşinlarga aylandırıp olay deb men yo'q maşinlarga. Yana 2010-yilgacha shu yana Jeleznaya atrofida Güzel G'uljinoyisiniki. Shu o'zimniki yezlarda chaqchaq yurdim. Chaqchaq qilib, undan keyin 2010-yili G'ulj shahri ichiga ip kirdi meni bir to'yga. O'shaning san'atkorlari. G'ulj shahri ichiga ip kirgandan keyin bu yerda nurg'ulg'an ustoz chaqchaqchilarni ko'rdim, tanishdim, shular bilan asralashdim. Endi ular bilan so'rovlarni qilib, men tunji qitim ta'sir ko'rsatgan chaqchaqchilar shu G'uljidagi Yibi akam bo'ldi-da. Yibi akam ism fazilatli kishi bu. Bu Yibi akamning chashim chaqchaq qilishi, men endi yumor so'zlaymayman odatda. Chashim chaqchaq. Endi buni bir tug'ilishimizdan tortib, sen yumorchi ol, sen chashim chaqchaqchi ol deydigan ish yo'q, ammo inkas shunga ko'nib qoldi-da. Shundan keyin bokilarimiz bilan chaqchaq qildik. Undan keyin chaqchaqning jamiyatda ba'zi bir kishilar bilan ko'rishdik, ham suhbatlashdik. Oyindagi shu men chaqchaq yo'lim shuning bilan boshlangan. 2010 G'ulj shahri. Qachon oxirlashdi?
2010 Gulşehir kirgendikken Gulşehir içinde çakçak jüdüm. Bu faaliyet, bu işleri çakırdı, katılışıma. Ama üzerinden bir güzel bir arzu armalarım var. Şimdi bir sehlerde bir çakçak kıgan bulsa. İşte bir dep bağan sır adam bir kılıyla yol mangan sır kengaygendek şunda bir güzel bir işlan oylığız keldi ki adamın. Keyin 2012 yılmış Gulşehir'deki bizninkiymiş medeniyet bu işlem taqdı atkan bir akımız o adil dep o oblast dramnaq söyleme gidişler adil ayıp akımız. Şu ajında bir sehnege meni özünki restoranlık açık deb bu. Açık şu yerda işte yumur qıp baq dedi. O sorundaki iş bilen ama sehne uxşamaydı ekan dedi. Şundan keyin bir 3 günlük oyun qo'yib berdik. Naqshchilarni akapdi sahneye chiqib yumur so'zildim. Shunda yaxshi olqishlarga erishdim. Keyin yana shu sorun bu ishlar bilan yurdim. Undan keyin G'ulji Nayininki faoliyatlari bo'lsin, Ila televiziya stansiyasining faoliyatlari bo'lsin, asta-asta chaqirdi meni. Chaqirib 2018-yili Ila radio televiziya stansiyasiningki boshlig'i telefon qildi. İşte Cavdatmi dedi, ha deb aytsa, bizning Ila radio televiziya stansiyasining shatliq to'lgan 60 minut deb bir programmasi bor. Shu programmaga riyosatchilik qilib bergan bo'lsang dedi. 60 minut hammasiga. 60 minutning hammasiga. Şuna qatnaşdım shatliq to'lgan 60 minutga. Bu kirib ham bu yerda kunda 1 soat bu yerda chaqchaq qilib birsa dedi-da bu odam. Meni bilan ishlaydigan bir kasbdosh qiz bor, Zumrat deb. U qiz shu radio stansiyasida ishlayotgan muqim riyosatchi qiz. Bu ikkimiz riyosatchilik qilmizda. O qiz shuni chaqchaq qiling dedi. Bu chaqchaq qilingiz bu darrov chiqmaydi bu siz chiqdiga oyoqmay umsa bu. Shundan keyin bo'lib deb yumurlarni qilib baqdim. Qarasam bu programma günden günge yaxşı bo'lyapti. 10 kundan keyin salonimda qarsak, salon xat keldi. Konalda tabrik yumurlarni atla. Bir naqsha 50 kişi litlisi gap yo'q. Men yumurni 5 kun so'zlab qo'ysam, konalda deb o'zim to'xtab turib bir trish ayımı deb. Mush xalq arasidagi san'atchilarni akeldim-ku. Oylik mashim 2000 koy. Xalq arasidagi san'atchilarni u programma shu Beijing vaqti soat 4 dan 5 gacha bo'lgan programda. Shundan keyin xalq arasidagi san'atchilarni akilib bu programma qatnashtirma. Etidu günden günü bu ev çıkıp da toxtatdı depmiş bizning G'uljidima sirtdan kelgan artistlar var mesela sizlardeklar sayohat qilib boradi. Ba'zi bir naqshchilarni restoranlar taklif qilib olib o programmaga men telefon qilaman da işte ishda desam nurg'ulg'an san'atkorlar kirpadi qara. Keyin shu qiz ikkimiz Kansayda san'atchi saqlaydigan bo'ldik. Bizdan miyat saqlagandek bormi? Saqlagandek Kansay Sen qancha kun bo'ldi ekan men turib qachon telefon qilib Men jil atliganda tutmaydi, jugatda qarsam birning purug'i bor, xotira jolpanga kirib baqay debchi. Shu programma qatnashib, oyinda u programmani ishildoq hamda ishlab bara yaxshi bo'ldi keyin. Mo'minjon Ablekim akamiz G'uljiga borgan vaqtida radio stansiyasiga akirmoqchi bo'ldim. Radio stansiyasiga ba'zilar deydi ekanda, ba'zi bir xizmatdoshlar Javodat akiramaydi buni. Akiramaydi bilan Mo'minjon akamni akirdik. Akirib shu qitimni anglash qitim sana haqiqatan yuqurib ketdi qarabniki. Lekin bir kun radio stansiyasining boshlig'i Ufkada aytmasam qatnashni ishlab boqamsan dedi. Men Saradan kirib o'taman da bu shaharga. O'zimning malistim uyga davxonga o'tmiz boramaydi. Qatnashni ishlayjimda shunga qatnashni ishlaganda telefonni qabul qilmizda. Yaxshimisiz telefoningiz ulandi. 3 soat 12 kilolar ulan. Voy yaxshi Javdatma. Ma u palanch yo'llar o'chiq dedi. Rahmat, ma'qul salomat bo'ling. Yaxshimisiz Javdat? Voy yaxshimisiz? Mana pustanch yo'llar o'chiq dedi. Birisi meni soz qildimi, uni uqmayman. Mana G'uljining eng chet bir men uqmaydigan bir yaning ismini dedi. Yaxshimisiz Javdat dedi. Yaxshi. Haqiqatan so'zlang deb aytdim. Men ma'luqi G'ulsharninki, palanchiyaninki pustanchiga kirib qolgandim, qonda o'ylanib chiqib ketaman dedi bu. Deydi shundan keyin nim deyishimni qo'y. Men nereden bilmayman. Shakirgin 2 yil bo'ldi, bu yerdan nereden bilmayman. Radio bular. Shundan keyin men unda riyosatchilik qilgan qiz boshliq o'ltirdi seni deb aytdi. Voy nim bo'ldi? Desam, o'ytog'imdan men nereden bilmayman, Shakirgin 2 yil bo'ldi deysan deb aytdi dedi. Ya men nereden bilmayman dedim. Shundan keyin radio stansiyasining boshliq kashqurlik chaqirib chiqqansa, grafikamda nima? Desam, "Ya bu men nereden bilmayman degan bir gapmi?" deb aytdi dedi bu. Voy aka uqmay qaptimi olam men onda so'rayapsam men qanda u yerda radio stansiyasi yo'lsiz ayma u yerda shu gapni qildimda desam u boshliq aytdim tortib radioniki qatnashdim ishlar dedi. Bu nim bo'ldi akasam bugun 50 ta shopir telefon qildi. Javdat ishilso'dga yomon payzdir. Bu yerda radio stansiyasi ishlab ketdim qara. 2018-yil 4-oyda kirdim. 11-oy kelgan vaqtida o'shaning birinchi qo'l boshlig'i Liozon men ishda turadi qara.
Oblast ishlat verdi, ishlat yurib sen meşagi bizga haqiqatan kuch verdi. İşlagan dedi. O şatlık to'lg'an 60 minutdan keyin tekisini men yozdim deyman. Beshiq qo'ygandan deydi, sizlar Urumchi pianto debsizlar. Oshni men yozdim. Kunda bizga hamrodir shatliq, kundan kuniga bo'ladi jonliq. Biz so'yimiz ona vatanni kelgusimiz bo'ladi shalliq. Kunda bizga hamrodir shatliq. Gaplarimiz bir-biridan tatliq. Biz so'yimiz ona vatanni kelgusimiz bo'ladi shalliq deb men bir ikki kuplet naqsh yozgandan keyin buni qo'ydi deb qo'yib. Qas undan keyin to'xtab bu yerda ishlamsa dedi. Ishlagandan keyin undan keyin 2019-yili Urumchiga Okean televiziyasining choyxona paranglar taklif qildi. Şu keyin boshliqida boshlab endi men mushtaq Urumchini chaqiryotdi, endi bo'lsin men Juqriyaga bir berib ishlab boqay. Undan qaytib kelsam G'uljiniki har qanday ishlar olsa men ba sen bo'ladi dedi. Shundan keyin choyxona paranglarga kelib ayollar choy qo'y. Daqib choy qo'yib bu ishildiq. Bu yerda işte bir şirketning faoliyat olib kelib meni chaqchaqni boshlanglar deydi. Ayaqmay zade vachidil siqdi, vachidil chiqamiz. To'xtanglar deydi, to'xtaymizda. Rejissor qiz shundan keyin Javdat deb boshladi. Bugun men Halrang şirketining işte bir faoliyat Şun qiqqas yo'qan chaqchaqni qiqqas qilinjimi ular xotirjam qiqqas qilinglar kallasida. Men qanday qiladi ideya yo'q. Biz ham zerikib turadi maraliqda bir qiz vakolachilar so'z qiling dedi. Men janobli qizga qo'liga mikrofonni olib, men Halrang şirketiga kirgandan tortib 2017-yili 5 gram oltin uzuk oldim, 2018-yili 30 gram oltin toj oldim, 2019-yilga kelgan setish nuqtamni yuqori balda ko'tirib deb turishig'lar. Men rejissor vaqt makilga qizga deb qo'ygan siz bir bakız buna kilo sanı demişson bir yerde. Adigan Şinjan televiziya stansiyasi qo'yilgan programmasi TV'de shunkin bo'ladi deb qizni qish berib, og'alaringizdan hammasini kilo sanı to'liq desin deydi dedi. Desem shuningdek qiz bo'ldi dedi, boshlanglar dedi. Joyimda o'tirma. Qiz parang qilib qoldi, vakolatchi qiz qo'liga mikrofonni olib. Men 2017-yili bu şirketga vakolatchi bo'lib kirgandan tortib setish nuqtamni yuqori balda ko'tarib 5 gramlik oltin uzuk oldim. 2018-yili 20 gramlik oltin toj oldim. 2019-yilga kelgan setish nuqtamni yuqori balda ko'tarib 1 tonna 300 kilodan kichik mashina oldim. Shunda qilib shelar ishlab ketdim Qaranurali. İşlep ondan keyin G'ulji qaytib keldim. Yani elning ichida chaqchaq yurdim. Endi Urumchida bevos yurgan olmaydi ki bizni chaqirdigan yurtlar bek ko'p. Qarmay, Xotan, Qashqa, Urumchi bu yerlarda. Shu endi shunga ajinda erkin uchib yurdi deb Qarmayning balari Javda Shingir deb laqam qo'yib qo'ydi. Urumchida xotirjam yuramdan akamda. Urumchida shunda xotirjam oldu. Urumchida xotirjam yuratdim. Qarsam, yani bu chaqchaqninki asli moyitimiz ilidan taraqqiy qilgandan keyin Hem de birisi ya ata-anam var, özümün turmuşum var, devirdaş, kasbdaşlarım var. Şu yerde yani şu teklif bilen kilovatım. Hem de şu 2021-yili G'uljida Chaqchaq Sahinda degan programmani Arapat inim bilan birlashib, G'ulji tasavvur madaniyat shirkatidagi inim bilan birlashib ishildik 24 sonni. Buni ishlash jarayonida buningki bosh planlovchisi o'zim. Iladiki bütün chaqchaqchilarni yig'ib, chaqchaqchilar ma'ni oni parlab ekilib xalqqa oz bo'lsin ish qilib xushallik ata qildik deb o'ylayman. Yo'q, tilg'i og'ichilik yo'q, mashinchilik ishlarni qildim. O'tganda qarasam mehmon keldi deb bir narsa chiqarib ketsa, nima do'ramchilik qilmam jadab qilgan. Sen kichik mazgillar va mehmon keldin biz ishlagan mazgillar. Bu degan 2019-yilda ishlar va G'uljida qarsak mehmon kelaverdi G'uljiga. Cho'lpan keldini utuliq ko'ratimman dedi aka. Nechinchi yildan boshlab qo'yilgan? Cho'lpan keldini 2019dan tortib ko'ryapman. 2017 ko'midim. 2017 ko'midim. U mazgillar bizni bozor bek aldirash mazgillar. Sayliq restoran yumur so'zlar vaqti boshlab qo'yganman buni. Men shunga tegmagan gap qilma. Yo, rost, shu vaqt sen bek kichikdan akaman boshqalar. Qo'shaka chaqchaq qilishdik. So'ramoqchi bo'lgan yana bir savolim bor meniki. Burun bir VCD plastinkalar moda bo'lgan vaqtlarda, davrlarda G'ulji chaqchaq plastinkasi deb boshlab bir plastinkalar bo'ldi. Lekin ovozlar o'lchamlik holda ovozga elinmagan bo'lganligi uchun, faqat apparat qilam bevos kirgan ovozlar bo'lganligi uchun bizda shovqin ovozlar bor. Ba'zan gaplarni aniq anglag'ili bo'ldi, yo ba'zan gaplarni aniq anglag'ili olmaydi. Albatta bu chaqchaq so'rini degan naq maydonda paydo bo'ldi. Naq maydonda. Ekran chiqqandan keyin u nechasi tushib ketdi. Shunda aka. Masalan, hozir bugunmi kayfiyatimiz shunda yaxshi bo'yotdi, shunda qizg'in holatda kulgilik bo'yotdi. Balkim ekran chiqqan vaqtda yana bir 10-20% besilib ketishi mumkin.
Oş tavuk ketama. Ya men ko'tarishga tirishma. Bu 1.70 javdatni 1.20 qilib chiqib. Lekin jiq vaqtlarda aka biz ko'rgan vaqtimizda bir eg'izga qildi. Yana bir eg'izga qildi. Mushunda alam holati bo'ladi. Ma seni ma donzoran 3 kuniga o'xshab. Qaysi bir deyni ko'rsam naq mushta qo'yib ekansiz. Men o'zimmi ya xalqmi? Haq so'zlayotdi sen mushunda. Lag'ishadigan bo'ladi. Demak aka har bir eg'iz gapda bir vat bor-ku. Bu yerda kulkilar va ba'zan odamlarga nisbatan soxtalik bo'lishi mumkin deb o'ylab oladigan bir qism ko'rmalarimiz yo'q emas. Balkim deyishib o'ylab o'zini odamlar nima desa kuladigan, amaliyot unchalik kulkili gap emas-ku bu deb o'ylab oladigan ko'rmalarimiz yo'q emas demakchi. Shu ko'rmalarniki nuqtasidan turib men ma'sulim so'rayapman, yetkazayapman. Shuningga qanday qaraysiz aka? Sen maş gap to'shaydiganda boshqa şey yo'q. Ko'rik. Chaqchaqniki ilidi bu barliq keldi-ku. Endi bu ilid barliq keldi degan gap bo'yliqi tosh tushgan yerda azizda shu yurtda shu tarqilyotdi. Bo'libmi endi jamiyatda chaqchaq tadrijiy boshqa kishilarimiz buni his qilyotdi. Hatto her millet qarindoshlar bu chaqchaqqa qiziqdi. Endi hammamiz bilamiz chaqchaq mamlakatlik g'ayri moddiy madaniyat meroslari kirgizildi. Shu mezgillarda endi ebikamlar, yesam cho'nglarimiz chaqchaq qilayotgan mezgillarda u plastinkalar ilinmagan bo'lishi mumkin. Ne güzel so'rovlar, ne güzel gaplar xalq ichida tarqaldi. Yesamkam anda degan, yesamkam anda degan deb. Endi bu chaqchaqniki asli moyiti bir odamni hargiz kamsitish, tushirish emas-ku. Bu chaqchaq to'g'riliq nurg'ulg'an ta'lim tarbiyalarni o'zimning yurtida Farhod deb bir akam bor. Bu akımız bizniki cemiyet müteveri. Bu adamlar şunda hürmet sazavər kişiler. Yani birisi Ürümçi'den Ablat Abdurrahim akımız bana cıq təlim tərbiyəni qıp durdu Medeniyet Bostanı'daki. Bular nimdeydi o degende şu jutdaki Farhod diye akımız bana çaqçaqni 3 türlük adamı qımma deydi. Birincisi meyip qımma deydi. İkincisi yoxsuzluq qımma deydi. Üçüncüsü musafirlik qımma deydi. Hem demek olan gap bu mu xalq için tarqalgan gaplar. Sırtdan bir adam g'uljiq o'ynab kes, uni o'qishtosh, u bo'lsa damalliqqa bir xillik bepis qilib qoldi ekan-ku. Uni amalva bir xil ko'tirib o'qishdi. Endi bu chaqchaqni ko'tirish tushirish emas. Bir xillik ani madhiyalab, "Voy, mana g'uljiq kapsiz, aytlik men anda qilay, voy aytlik menda bir dasturxon salay" degan asosida. Endi uni "Voy, g'uljiq kapsiz, aytlik sizni xotirga salayjimi?" desak u kulmaydi. "Voy, g'uljiq kapsiz, aytlik sizni yaxshi bir tangliga salayjimi? Ay, illa daryosi tazza ash xaymiringiz bu katkichi uzvilan deb biz majusini bilamiz." Bir xil o'zim qo'shib qoldi. Ablatkamning bir gapi bor. Ili chaqchig'i sog'lom bo'lganda sifatli bo'ldi, sifatli bo'lganda abadiy bo'ldi deb shu gapni qilgan. Shunga chaqchaqni sifatli qilinglar deydi. Endi iliniki chaqchaqchilari so'rinda chaqchaq qilganda ona bilan ma keltirgan vaqtida damalliqqa ana xalq darrov tushunalaydi-ku buni. Tushunib ha deb naq maydonda chaqchaqchiga o'xshash inkas bo'lib ketadigan bu ilinlikdi-ku. Endi ma'u bizniki janub tarafdagi qarindoshlarimiz bu chaqchaqni endi salon, to'rbatlardan ko'rib, masalan, Ro'zaxon og'inimiz milliard sahnasini ib chiqqandan keyin xalq yana chaqchaqqa boshqacha bir xil ko'z qarashda bo'ldi. Manda bir go'zal tilkan bu deb. Men chaqchaq sahndan ib chiqqandan keyin buni nurg'ulg'an chaqchaqchilarni ko'rish orqali bu chaqchaqning go'zal moyiti so'rin emas, chaqchaq sahndan go'zalga dedi. Hergiz keraklikda u iliqmanda va aytib quruq urush emas. Aslında bir muhabbet var, bir sevgi var deb o'ylayman eli chaqchaqda. Chiqib bugun bir kun o'shirgan eng fasohatli kepam shu. Men adati cho'mak pul vermagan so'rinda dekcha tashda gap qildim. İçilmemey turasın dedi. İçilmez zaten. Men bu munda qarab buna içilg'ayri kirtoshib olibdi degan. Onda olsa ki programımızdaki muqim so'ralgan bir 8 savoli bor. Birinchi savol. Sen bo'yli qancha yosh? Qizlar yeshin deb bas ular. Men bir yil 37 kirdim. Voy menga aka. Ras. Tankamiz go. Ya bu qo'rqon ko'rib 47 deb aka deb sapti ben. Men qo'rqaman? Men sana o'xshaman chiroyimga tosh bog'lab oldi keyin tosh yo'q. Ondan keyingisi aka. Sen to'y qilganmi yoki bo'ytaqmi yoki qancha balang bor? Men to'y qilgan bir balam bor. Qachon to'y qilgan? 2012'si. Kim bilan? Oyalim bilan. Kim o? Men bu Javdat G'ulji'da bir erni olib chiqib ketdi degan. Kim o mesela yengemning ismi, balalarning ismi?
Yenge anası Menzire. Öz soyadlarga chiqmaydi ismi Menzire ana. Kızımın ismi Dilnaz. Dilnaz. Bir keltirek. Kızım bek akıllı çoğaldı zaten. Çakçakçı olay mı kirli deydi. Ya balam burada şu gün ben bilen kessin ha. Sonra oynak. Olcudan çıkan tünce ayal çakçakçı. Köstegimsin Cuma ka, köstegimsin emmeylengi salametlik yer bolsun. Rahmet. Onda vasaka ma keyingisi sel çataqraq. He. Senin hoşan yok çaqçaqçılar kim o? Buni so'rab qoldim. Bu chaqchaq duoga mendaq kelibchi mi? Endi mana rostni gapni qilay. Buningdayliqmanda xo'sh yo'q desak, bu hamon ham uchrashib qoldi ekanmiz. Shu xo'sham bormiz. Kavaplı gömmeydi dik ne bana? Ras, endi uni bilan palonchi deb biray desam, yomayr mayda qaytqandiki yana o'tirib qoldi ekan. Su ketida taş kaldı dikene. Digan yok. Ya unda ish Baş harfi nima? Unda adam yo'qchimi? Men hammamizni yaxshi ko'raman. Bulan bek hurmat qildik meni. Nimaga deganda men ancha programmalar bulan chaqirib olma. Bulan men tillasam bulan shunday jug'aysa-da. Oldin a'lochi o'quvchilardek shurdamiz. Onda az keyingsek ha. Sen tamak yetişini bilemse, öyde adeti 40 kat yürüyüş degende ki sen özən kılarsın. Men unda qilsam meni oyalim bizning uydagilarning uydagilari davka. Muşuning rost javobni beray. Men tamoq yetishni o'qimayman qira. Men eng qiqas etib etadiganim, mana shu ekran oldidagi do'stlar bo'lsin, mishadagi tomoshabinlar bo'lsin, bo'lsa etgancha qiqas payzim bor. Ammo boshqa vaqtda bo'lsa rost etgancha ichib holsizlanib, cho'qim o'lib ketishim mumkin. Tamoq yetmayman. Onda az itenmeyse falan tamak. Tamoqni etamayman. 40 katlanan cum. Voy, gaplarni qilmagan ha. Hazır şu yedik Ya, 40 kat deganim yumayman. O işte meyn etmez. Uni ma'nim deysa yo'q de. Onda az keyingsek ha. Naq meydanda hemmeylenge qiqas çaqçaq qıp be. Öyle ayağımı sıkkandek. Benim üzgürüp geldiğimden beri. Hemmeylen çokum bir keltirip berse. Kimlerni? Müşet otağın tamaşı bulanı. Ey qiziqgan bu xonim qizlarni bu yer chaqchaq qilib qo'ysak, Könlümüz kemmeydi ko. Bu çaqçaq ko. bularni ko'ngli kelmaydi deb qo'yib, mening ko'nglimga qoladi. Davut sen kaldı. Bularga nima degan o'ldi? Ya bo'ldi ma Validin başlasam burada. Roza kapışmışlar kalmışlar. Bir kötürüşeceğim ben kendimi. Vali bilan bo'lsa men ko'rdim bir nakir qarxotil o'ynaydi. Xotin quvog'im var. Valid göre. Men kirayman, sening muhabbating talishmaydi. Vali ishkinglar bilan tugatinglar. Javdat Urumchil qiqasi ichilib ketgan bir erni o'rib turibdi. O Vali nima ish qilma, Vali sening noriz hojini baqamaydi. O Vali nakasa mebikam bermasam bo'ladi. Urumchil bir yozach yishdim qopga berganlar. Vali'nin indiki adam, çocuğun adam. Vali'nin kıynatısta götürebilir. Ki oğlum yıkarlıktan göre de geldim. Nişet işleydik adam mı ya? Kegen çolpanı tüvende götürüp açıklık adam emez. Bizdeki Enver Cevap bendem. Enver Cevap bendem. Bizdeki muşu Munever doktor Marks'ındaki vakaletsi. Ve ben de bu adamın ma üye delik nandak bunda bir muhacir adam. Nereye karab bunda dep kaldım? Kalp karmamsa apkırdak tutarman. Ben de kılık en güzel açkan çakçakçılar gibi long koy koysa da. Ros. Dehşet yok adam kim bu? Ürümçiler 2000 alan o diğerisini sürüsün buldu. Başkalarda 30 kişi olsun bu adam 70 kişi olsun.
qo'lim qo'shnilarni g'ojla boshladi. Rost. Men mademdek tishim bo'lsa, Urumchi do'g'atchilik qilaman. Vali qinatida tutibsan juma. Qinatini oldi qo'qib qinanani keyinga debayil qo'ydi. Voy mana yengimiz. Mana Anvarkamdan ayoli. Ha, Anvar kamni ayol olamda. Ha, o'sha Anvar kam bil qo'rqmay uy tutib o'tirdi. Va azroq pul xashlab Anvar kamning beshini keyinga peqirtib o'tirdi. Va Anvar kam makal kulami kichik bolani akib qolsa akir ketadi. Voy jinim bolam habbadis yo'q. Anvar kam nima ish qilsiz o'zingiz? Ticaret qilsiz? Ticaretchi odam bu yerda o'qiyapman. Bugun mening tijoratim bo'ladigan yer bu. Siz tijorat qilmadingmi? Meshada mana o'tiryapman. Abi benim de keltirdik desem şu ticaretim tam. Sizmi chaqchaq qilyapsizmi? Jut qayerda? Ko'rildi. Unda chaqchaqning daylisini beraymi? Olculardır çakçak tutudu oğan bile koruduk çakçaklarının delisi yoktu. Hemen bermez, alamet desem aşağıda. Ben size aşağıda götürüp жүрмәмсіз. Üçüncü ola kalpikini götürüp жүргәдім. Bolsa bir ürümçiler ticaret kılma demek, koruldu жүрсеңіз boludu. Ba ağzınız ne kısa da aşı vakı akaylıqı. Neşip sıkıdığan bu ülke. Neşip sıkıya raz. Manda sizdek çişva adamlar kolcu o duyardı. Bolsa yeniniz kendimiz bilen birleşip toy tökün sevzi kırar. Şunda çıraylık oturdu deyman ko. Kolu kovasıdığın mergü işte. Sizler kadar bu atsız. Size ne mi? Yüzünüz yalnız 6 ay 5 ay oturup yerde. Ya öydikilerin orada kegemi ya. Ben midirlap ketmeye ko'saqtiki bal tushib ketmiz. Siz mi ticaret qilamsiz? Ya o'tketib berib javdat vakada qilgan. Ya bunda ko'zingizga loyiqlanlash o'rinda ko'rinyapti. Ya ma yeringizga ishga odamni qo'ldan chiqaramoqsiz. Nima degan oltin bu adlarniki zaten. Hala xotanning qashtash do'konlarda. Sizcha ko'nglingiz buzilyapti-da. Ya bir chaqchig'im oldingiz tuga qoldi. Siz shunda yarishibdi mana zada. Kepalli kiyib o'taqadanda. Siz qadaqaraq bo'lyapsiz? Chiroyingiz qarsam ichinishliq naqsh etib oldi. Haklısınız, şunda yarıştı, lekin chiroyingiz cho'rtlashmabdi. Kulgingiz vatdi, ishingizdan bir statib ilpardi. Ha, siz qadaqaraq bo'lyapsiz? Ay, akimizning bolasi emasmi? Ya sizlardan bunda bir mahsulotlar qaytib birdigan bolam yo'q. Ay, akimizning qishi ismingiz nima aka? Anvar. Anvar deb, ha, Anvar. Sizdan-chi Anvar qo'yib oling. Abdurahman. Anvar akamning qishida o'ttasiniz ekan. O'riqsimiz chashqanlar. Solpan keldik kelsak boya olamaymiz juma. Bu yerda kilikadan boshqa bir nima yo'q. Siz menga yursiz-ku? Unda alan yerga qilib siz oyoq qarab o'tirmang. Ha, Javdatning qutuz oqboz otim bilan o'tiribdi. Siz uyabiyat ashta bir ratilsangiz ham. Bizning g'ulji ishki bino ashta o'rlik ketgan tishlayapsiz. Qilsangiz bo'ldi-ku, siz ancha-muncha bir yiqilgan bir nimani yo'lab deganda. G'uljiga ketaymi yo, ibikam bo'ytaq toshni yo'lab yuradi.
Enver aka qanday qara? Yaxshi-da? Güzel adamkensiz Cuma aka. Ras. Mush adamga yarg'andek. Razı to'y qildingizmi? To'y ko'pgina ketganmi ya? Ha, Abduvali qanday qara? Men yaxshi. Ha, ishxonasi yo'q bir kadrda ko'tardi. Mağap kaldı, mağap olmuştu. Mana o'qishdan bu o'ziga o'xshamadi. Chosh deganni tiklab daraxt podshoh opildi. Yaxshi, ma galstukmi yarishibdi. Buni evitib budaq sandaylik tiling sangildi pishlar. Mariya sech haqiqatan zodi o'zining bir vijdoni bilan ishlaydi. Hozir maqra xonalilarda ko'tadi. Makinasi kimdak. Shunda yarışibsa kostyumini o'tibsa kostyum kiyib zodi. Uyingda qulib yo'q odamlar qilib. Aşiret aka koymayım cuma ben sana. Qo'ymayman deysam qiziq, men shu gapni men g'uljig'ir taqtaman. Çolpan geldin herkes köymenglar. Diqqat yo'qdan chiqarib olsam hala o'znikini kesib yetdi ekan. Enver aka meni o'xshatqayni taqatmasa mumkin emas. Men yo'q deb o'tirang dema. Ha, xotirjam o'tirang. Siz qo'pmang aka, oyoq ko'tarilib ketirgan chiroq. Enver Kamı'ya mesaj eklemti ya. Madem sizni akademi mesleği aka, o'qishdimi azobnish 100 so'm pul yerma. Azat hakkıyla. Azab verme, ro'yit to'lab berma. O'sha odamdan o'qishdimi? Hozir 12 soat ishlas 100 so'm qarang. Unda 1 soat o'qish nim bo'pti? Ya ondan sonra Velike'nin kırplı olduğu cuma getirsin. Ya bu Vali'ni başqa yo'q. Vali'ni başqa yo'q. Vali'ni ayollar choylarga yuvasam bo'ladi. Ha, aşağıda oturup böyle kirgen çıkan ayollar hede ne çıkıyorsunuz dedi. Bana mimarım. Var oranda şunda yarışıptı Veli sana. Burada mal düşken. Hele keyin yukarı planına şoförde. Ama işki yakındaki adamlar senin kanıtında oturup bakanda. Ha keynimiz geldiğimiz keynanda maya yürüp mağda Uyg'urlardan chiqqan tunji o'shiqchi xotin bo'ldi. Ma programda gap bo'lib ketmasa, Urumchining erlarning ayollari oldig'isi yo'q. Ya bu bilgende o'ttirib kirib olibdi deyman. O'ttirib kirib oldi. Bu Enver Aka madanniki. Ha, chatda o'ttas qo'qitdi bu. Uyda mashtaq kelmasmi, cho'nglarni o'tirsiz ekan. Jutsa sen yalnız cümle vereceksin. Ya bunadaki şu hedem bilen aç akamın oturluğu düşüyor. Mesela özara şerik olan paydak cümlemiz. Siz qandayroq bo'lyapsiz cho'ngam? Yaxshi-da. Biz siz bu resimde o'tirsiz. Ha, yenangizga mana ikki xonim siz qarab bir xil huzurlanmay o'tirdi. Huzurlanma. Mona Lisa'ning akigida qitib. Çaq-çaq qısaq bir xil ağız buningda su haqida ishlar yo'q. Ha, qiziqchilik demaydi bir soat chaq-chaq tong atqish doktorxona so'ray jurmaysan. Ha, shuningdek cho'lpan keldi, o'zgartib bemor keldi dedi. Hani savollar yetkilamdi. Sen kaldın ki özen oxuştu. Ya hoşak mı de klimat bir öğren bombası. Ekran aldıklarını söyleme çıkıp açlarını oxutmayın. Söyleme çıkıp. Yapıyorlar televizyonun kendini hiç yutunlar joda çıkıyor. Ya Enver Kam bo'ldi ki bu sorun için bundak gap ba'zida bir chatdan oylanırıp çaşım çaq qilmas. Ba'zida bu Enver Kamdek bir adam bo'lsa yetidi bizga. Yetidi. Manda odamlar chaqchaq ko'tirdi. Nimga degan kirganda Enver Kamning chiroyiga bir xil manga chaqchaq qiladigan chiqib ketganiki. Ha ticaret emas, xo'shallikning asosiga chiqibdi. O'sha hadimizli buni pultab deb urib bashta qo'yib yubordi. Ras. Qarshi tarafim xo'shulsiz deyman Enver aka. Yemiz aqli. Men birdan dapiraymi? Ya zerikdingizmi? Kerak yo'q. Voy, madam ko'ndi. Enver akam esilka mana sizga chaqchaq o'git qo'yman. Beribli o'qishdan ayda. Ha, Enver.
Rahmat sizlarga. Tugdimi aka? Ya ba. Ya bormi? Ba, birdan biridan paran qilishamiz Ya shunda emas, shu mushunchilikmi demoqchidim. Endi men sen og'zimda o't chiqarib qo'yaman. Demak aka, masalan shu o'qishda chaqchaq qilish hammasi shu so'rinniki, shu faoliyatniki yoki shu sahnaninki bir kayfiyatini ko'tarish uchunlamg'u. Ko'rmalarga, tomoshabinlarga bir xo'shal bo'lsa, shu ozroqgina bir 1 minut, 2 minut yoki 3 minut qong'icha bir ichilib, yelib o'zimizni bir qo'yib kulib olsak degan maqsad qilyapmiz-ku. Bu yerda ko'ngliga avilish ishlari bo'lmasin. Yo'q. Shunlashqa hammasi bir chaqchaq-ku hisobda. Shunda bo'lganki, menchi ko'rmaldirimiz, tomoshabinlarimizmi to'g'ri tushunda deb o'ylayman. Ba'zan ko'rmaldirimiz hamda ajab zonliq qildi deb o'ylab qoldi, lekin buning javob chiqib bo'ldi-ku aka. Chiqib bo'ldi. Demak, endi menami deb qo'ydig'anim, menami tavsiya qildig'anim shu, bu faqat ko'ngil ichishning bir turi deb men mushta kesib deyalayman-chu. Men yaqinda ozroq bir faoliyat ishlari bilan men o'zim bu jutlarda bo'lib qoldim. Ko'rlig'i tushdim. Ko'rildiğini bıçağı düştüm, bıçağın yenip şunun ki Xotenga vardım, Qashqayga vardım. Ko'rliq kelgan vaqtida men bir balla bir işte bu dasturxon silib chaqiribdi. Bu yerda o'tladim, o'tlagan vaqtida Qashqaydan kelgan bir balla aka bu sorunda. Bu balla sorumda o'tladida, işte o'tirdi-da bu. Onun sen külmemse dedim. Ben sorun kirishdim burun hammasidan chiroyli bir sepsi vitaminchu. Bir qarab etib, eşad meni bilan kirgan bir ikki inimiz vardı. Shu ikki inimiz chatda o'tadi. Bu Qashqaydan kelgan balla shu dedim, "Ma ikki inimizni deb kelgan Ko'rliqqa." Sizlarla esralashganligimda xo'sh bo'ldim deb bu yerda saq 1 soat chaqchaq qildim men oylandirib. Chaqchaq qilgan vaqtida bu balni keyin kul ketdi, men Qashqardan kelgan bal. Kul ketib, ertasi telefon qilib kelibdi, men tamoq yegan bo'lsak deb o'zi tijorat ishi bilan kelibdi-ki. Aka demasam, men mush ili chaqchaqchilikdagi ili chaqchaqchilarniki mush haqni zonliq qiladi. Bulayli haqni bir xil kamsitdi deb o'ylagan. Unda emasga. Asl ilidan chiqib siz menga kelib chaqchaq qilyapsiz, men qardim. Oqshom kecha bu bal bir çoğun yani o'qib kelgan balika buchu. Kech men buni tahlil qildim deydi. Tahlil qilib mushta qarasam, ikkisini toniydi ekansiz deydi. Buning ichida hech qaysini tonimdingiz deydi. Qarasak, ichida bir cho'qon chiqib ketdi. Ola, "Ya, laqimini tepib oldingiz" deb boshda davatidi. Endi u yerda siz o'ylantirib qilgan chashim chaqchaqda men aqlim hayron qildi. Birisi uydan ayoli bilan vaqirishib keldiganlar badu aka deydi. Birisi turmuş o'g'andikin egizpas ballarning g'am qayg'usida keldiganlar bor. Birisi jamiyat birasi bilan egizpas surkilishlar bo'lib qoldi. O shu har xil muhitdan kelgan 20-30 kishi 30 muhitdan keladi bu yerda. Boshlarni hammasini kuldirib aka va haqiqatan qo'l qo'ydim deb shu bu bal shu gapni qilgan. Endi demakchi bu chaqchaqda hargiz keraklikni birsini tushirish emas. Nurg'ulg'an jutlar bordi dedim hozirmish aylanib keldim. Shu kishilarning bir xil xo'shallikni topish kerak ekan. Endi demakchi chaqchaq hargiz kishini tushirish emas. Chaqchaqni madiylash, endi bu yo'lchining madaniyati orqali elininki chaqchaqchiligini bir rivojlantirish. Demakchi bo'lgan gap ko'rildi nashbit chiqdi. Bu ko'rilliq liyaydi deydigan ish emas buni. Butun mamlakat xalqimiz yesi bo'ldi. Xotanning gelimini xotanlik selish kerak emas. Hamma jot selish kerak. Chunki chaqchaqni elidan paydo bo'ldi. Bu elidan chiqqandan keyin buni har millat xalqining undan huzurlanish kerak. Nurg'ulg'an shu qarindosh millatlar, shu Uyg'ur millatining ichida cho'ng'olganlarmi men hatta chaqchaq qilib bir qozoq balaning maslahatchiga qatnashgan. U qozoq bala shu G'uljiningki Mo'ng'ul kira noyisida maslahatchilik qildi. Shu vaqtda ashnaga berib, mayaqda 20 da qozoq bala, mayaqda 20 da Uyg'ur bala ishda o'tirib chaqchaq qilgan. Keyin shu o'zimizningki G'uljin noyisida tungan balalarning maslahatchiga qatnashgan. Bularma o'zining tungan og'illar bilan xuysulalar o'ynaydi, yana Uyg'ur balalar bilan ayna so'rovlarga qatnashganda. Demakchi bularma biz chaqchaqni tushunib ketdi shu jutning kishilari. Endi bütün janub tarafniki qarindoshlar buni tushunish bosqichida ham bizmi bu chaqchaqni saknalashtirib ib chiqyapmiz. Kulganga nima yetsin? Bir kun biz xo'shal kulishimiz kerak deb o'ylayman. Barliq do'stlarga har vaqtda Onda olsa keyingisiga o'taydim aka. Mush fursatda seni yaxshi ko'rmaydigan kishilar nimalar degan bor? Men menda bir ishga hayron qolaman-ku. Yaxshi ko'radigan kishilarimiz bor bizni. Yoqtirmaydiganlar bor. Hamma kishiga birdek islop yaşap olmaya degan bo'lmaydi. Chunki ular hamanan bizni tushunadi-ku. Endi bizni tillasa u jihat ishlarga bakmalik qilgandek, u andamanda bo'lib ketmaymiz. Bir she'r vatdi. Tillasa orqamga vaqtim maqtasa arildimga men bo'lmadi batmash bilan misqal chiqarim tillasa. Hemen yamani shu hammadan o'lganda xalqim tillasa deb. Shu o'lganda tillas yomon deb o'yladim. Hayat vaqtimizda tillas mayli u ishlar cho'ng bilmaymiz. Demakchi, mush G'uljiniki tekasda mushta bir ikki nim bor. Ashna men nurg'un qitim o'zim o'ylaymanda birisi oq, birisi qorada. Buni mushta bir yasabdi bir munarni
Aqlıqның kendi çoxum qarava. Meni nurg'ulg'an kishilar yaxshi deb, javdat deb ma egizaraq bo'lsa, ma kaynim tilaydiganlar manchilik bo'lsa, men bu ishlar bekili qilgandek afsunib ketmayman. Chunki o'zimning axloqi, o'zimningki kasbi orqali rivojlantirib, xalq yana xushallik versam, oz to'losum qo'limdan kelishicha yaxshiliklarimni qilsam, xalq yaxshi ko'rdi deb o'ylayman, ammo o'zimning qimmatini o'zimni to'kib olsam, hargiz keraklikda boshqalar meni yevlar yaksan qilib bo'lmaydi. Shundaqmi, ha? Ya buga his qildim, lekin o'rmitim ochdi Jumaka. To'g'ri tanlabdim. Nimaga kelib praktik qilib boshqa birisini aklaydigan bu. Ne sendeki de birisi var kazı. Az kesli ortalı boştusa. Keyingisi ondasa. Seninki hazırgıca hayatında en afsuslanarlıq bir işler boğamı? Ökünüdüğen bunda bir işler var mı? Ben Ali mektep oqamay qaldım şu. Şunun ökünüme. Belki şu Ali mekteplerini okugan bolsam, belki yaxshi bir şekilde javlan qila qo'ydim deb o'yladim. Yana onun qimamda vay to'xtabdi, belki mening peshanamga yezligini shu dedim-yu, yana tirishdim bu yo'lda şu. Tirishib mana shundaq güzel şekillerde sizlardek inlerimizninki teklif qilish bilan Abdumrayin olsun, Nurg'ulg'an maşı Ablat Abdurahim o'xshash akalarimizningki e'tirof qilishiga erishdim. Yana birisi o'zimning yurtdagi qarindoshlarimizning qo'llab-quvvatlashi, urug' tuqqan do'st yaralarimning elidagi chaqchaqchilarningki Ebikam deymiz, Farhadkam deymiz, ismini tilg'asak Nurg'ulg'an chaqchaqchilar va shularning e'tirof qilishiga erishdim. Bekkili qilgandek o'kindigan ishlarim oz deb o'ylayman. İşte o öz çoğun bir qalbi. Shu o'z uchun qalbi. Ondan sonra keyingisi götürmek lekin çoğum razka qıvatsa, hem de tıkım razka qılışını. Ama mening 100% larası vardı değil mi? Topan kapni ko'rganda jiq yog'ini so'z deganda. Kim yağın sözünde? Dep beraka, hazır telefon qilib. Kim yog'in so'zini. Rozaxon. Yo'q, Rozaxni rost gap qildi u man. Ashning ichida shu haqni gap qilsagan eng senmikin deb Sen pul tepishni maqsad qilib turib chaqchaqchi bo'lib qolganmi yoki o'zingniki qiziqishmi aka bu? Hey, ma gapni qilib qolding qara, mendaq gapchimi? Aslida men mushu gapni yig'inchoqlayman degandim chaqchaq orqali. Men sana dedim, G'uljida shunday haqqa keldik desa, dasturxonlarni yoydim dedim bu. Chaqaga vaqtlarda men so'rullar bordim, baga vaqtda 20 so'mga purdim. Shun ba'zi berdi, bums bermaydi. Men bek japa chekkan bu chaqchaq yo'ldim. Nurg'ulg'an so'rullar qatnashdim. Ba'zida işte biz G'uljida hozir men oyoqlar o'tdik. Bizning G'uljiniki yez qishloq shaharlarda bo'lsin, biz ilk badashqanni qurib erkakdek o'tirimizda. Eşadi şu sorunni kiyib kirib chiqcho'g'arliqcha oyoqlarimizni selibatda emasmi? Oyoqlarimizni kiyib ketdi. Bir kuni bir yezg'i bir maslahatchiga chiqdim qara. Yezg'i maslahatchiga chiqib, işte bir qiqas cho'qan chaqchaq sorun oldu. Bir orliqda bu yerda bu muzik chalgandek ejam deb bizning muzik chilindi. Chiqsam oyoqim yo'q. To'ygan baliq chaqirib makilasam dedim. Bu oyoq yo'q ufka. Sen oyoq ipray aka dedi. Ya bo'ldi oyoqni ipama. Apana lanxi olmasın. İçini birer kişi gitti. Şunu kendi şu lanxi bilen qaytib keldim-de. Qaytib kelip hem de yani bağmayma dedim. Bir o't bade bir yerda. Hem de pulga chaqchaq qilgan bo'lsak, balkim xalqning nazaridan arasında chüp ketav qo'ydik. Shu bir qiziqchilikda hozir burun qiziqchilikda bo'lgansa, hozir xijolatchilikda. Xijolatchilik turmushdagi xijolatchilik emas. Bizni e'tirof qildi, azdir ko'pdir bildi, tushundi, xushallik izdigiski bizni izlaydi. Pulni degan bo'lsam, balkim tushib kelishim mumkin. Shu mezgillarda yangi chaqaga vaqtlarda G'ul shahar 2010 akirdi dedim bu. Necha bersa, anda beramsa, manda beramsa, u vaqtda el tonimaydi qara meni Nurali. Ha, 100 qo'y kirgan qo'y ichila, qilmamiz chaqchaqni. Hatta ashunda qilganlar bor, masalan, boshqa bir chaqchaqchilarda. Har xil odam keladi qara. Men nomus qilgan shu chaqchaqchilar tushib ketdi, elning nimasiga chiqolmay qoldi. Chunki bunda sharaf munbirga chiqolmay qoldi. Shu vaqtlar haybobda barangni bergina. Hatta o'zim qira qilib, o'zim chiqib ketgan. Pulning gapini qilib kelsak, balki mening makullarim kelmaydi. Men beshida odamiylikni qo'g'lashdim. Endi pul meni qo'g'layotdi. Majatdan qo'rqmayman. Pulsunu qo'g'layotdi da. Hozirgacha. Men beshida pulni qo'g'lab olgamsam, bayram bo'lib ketdim. Elam qaytgan rozi qilsa bilan Şu neyim onda boğuştuk ayaklarını yolda geçsem ne çıktım bir şunda ötüyorum. Ayaklar. Tekin malı meyedin. Ma meyedin. Yani bir ayağım battı o meyedin boğuştuk diyor. Bak yakından yakı biz körüvatımız ahir kısı ya. Anca mıcı rol ağam filmlerin mucı kıyıp katıdı o aka yakında. Mişede nek meydanda abi üzağımı dedin aka. Acayette benim kabiliyetim, iktidarım ba.
Nerede? Döndüm abay. Ben Serhat Çoğ olgan velosipedlen traktörün rolü yaman. Şuna hazırmış naq meydanı görmələrimizə, tamaşaçılarımızğa azraq bir xoşallıq veriş üçün qısqa bir etot şəkildə bir nəsə oynab baxaylı deb oyladım aka. Bu hər bir sanda qılınıyatqan buyruq. Hər qandaq adamga. Yaman ciddi o. Əbə qımaya kirib birdən berimdə ma dostlar uttağa vaqtında ma onu bir repeat qıldığa iş yox. Ma o qatım tuyuqsuz. Ya bu tuyuqsuz sınaymız aşında. Məyli qılaylı. Şalban geldi. Ya Juraf kam. Ma bugünkü kelgan, ma çetelden kelgan dağınlıq sodigar degan. Şuna manın gepini maň bir to'liq bir peyzik tercim qilib bergin. Qanday iş bolsa men özüm rozi qilaman. Pul tapqan men tilni toz o'rganmabdi men. Çetellik koyayım ki, özlemle bunu. Qanday ahvoling? Aka, havalan sen o gibi onu düşünem de. Hala? Halo. Yaxşı mı deydi aka? Stop playing. Selam. Nimiş bilen kelam var deydi aka? O'tganki malni men mushuna bilan to'xtamlashgandim degina. He. Shuning qanday mushu nimdaydi, nechidan oladi shuni bir degina. Is core miss is play today is monkey is to khatom. This for you what? Haysi saniyede bu istik alan bunu aka. Voy o'tgandaylik sud saroyda buni bilan to'xtamlashdik-ku sen. Ben toxtamlaşmadım aka sen toxtamlaşmadın. Tonamsa dememsa bu vuludu bu meni. Seni tonamsa demdim, meni tonamsa demdim. Meni tonam seni ma'kil qadasi tonaydi u, meni tas tonuvasa gap qilaman. İsmonim aka? İsmim Javdat. Is my name is Javdat is Mark is Punky Silplap is. Who are you? Kim o sen deydi ha? Yo men Javdat bu meni nimdaydi, oyga chiqqan bu damda birindaydi, ma gap qilaman. I am Javdat. Jodat? You Jodat or that's Jodat? Sen Javdat bolsan bu kim o deydi ha? Meni Javdat dememsa sen pul tapdın barmı yo'qmi? Men jiddiyleştirib. Ya aka ben gibin tercim qilib beryaptim ha. Ha. Is pass is Javdat is my is no. Do you speak with Jodat? Just no. Yes. No way, yeah. Voy Javdat. Malli deymajim mana merva. Javdat. Pis Javdat. Are you Jodat? Yeah. Ishqo'ni bir aklatgan, qo'ldan tushib ketganimi qo'y. Yo, sen tushunmasan, yomon tushunmiz bu gapni. Ya Mao sen Javdat mı deysen? Ben senin gibi olmak için bunu depersem ben Javdat desem. Bu sen Javdat emas ku sen bilan qachon to'xtamlashgan deydi. O'tganda mallar to'g'ri qag'ish to'xtamlashdik. Shunga isklatga mal besilib qilyapti. Shu qachon ipmadi mani desa so'ramamsan uni. Hey, please. Or no time. Chris Baum. Ya ben çakarak basana buldu vaktim yok deydi Mao. Tamaq yeydiganmi ya? Is my can eating? I'm not eating this time. Kapılavatı da kaça tabak kapırsın kostamış getirdi baka. Voy, bo'ldi chataq. Langma yegisimiz digina manaqa. Is my cheese Langman nim deydi? Lagman nima? Lamen deydi aka. Men tandim degan debdim seni. Is my cheese is my sweet please pop it is mile lamen. This crane of Nova. Qatti tonumu desizlar ish qilg'isiz bolalar ekansiz deydi aka. Qanday pishkanda uni to'xtam ne? Sen tushunmaysan buning gapini, men ahmoq mechak ekandim degina. Ya aka senin gibi şu bir dep beryapman bu. Bu kubu meni tanımayman sen bilan xaton tuzishmagan deydi. Ama demişim ben buna xaton tuzishmagan tursam akamda. Bas gap qildi da bu. Seni qaç to'g'ri degan amashdan degan. Ben şu bu bundan ben qachon to'xtamlashib, qachon ko'rishib turjiqdim ko'rishishim akam. Hey, I'm no time. This Jodat. Bek vaqtim yo'q sen Javdat mı Javdat emas deydi. Sen xato tarjim qilyapsan, men ish chiqib tursajmi, mal ashad besilib mangmaydigan ish kelsa shu vaqtda sen shuni Ya zodi sen Javdat mı Javdat emas. men shumi kimman? This is my Javdat. Manda qilmamsa isni. My is Javdat. Mango. Oh, that's Jodat. Amri tunib da aka Sen amati. tarjimonlik qilmay sharat orqali qo'ynar edi. Adam tushunmaydim bu yoqqa. Ya aka ma abi xato huquqim qilibdi. Meni Javdat deb o'ylab qilibdi. Are you? Is my is poor Fasha. Yeah. Pasha. Pasha. Okay, Pasha. I like Pasha. Nasıl yaxshi ko'rman deydi aka. Sen paşusan men qanma bu yerda. Ya aka
Ma hozir million so'mning gapini qilyapsam anom bilan. Gash deyshi aka mana qo'shqa ichib ketdi qapilay. Sen manda ingliz so'zlab, ma'ning bilan mening vaqtimni olmay, bo'svog'i daftarga sen bir xarid chizib o'ynar edi, Aka pul bermaslikni qazini esotamsan sen bu ishni. Hozir buning bir o'g'izni qaynatding chiqa bo'ldi buning bilan. Men o'zim o'tirib paranglashim buning bilan. Paranglashga gapni uqtiran sana. 10 ming ko'p pul berish ig'ir ketmaydi. Tamam. To'xtab tur, sen kim degan bilan men javod etma. Şolpan geldi. Ne oldu o yaman ciddileştirsek ya? Sen nasıl üzüldün? Ma sen boldu kılar. Çalıp iyi adam öldürdü de. Ticaret emas bana mehiyet vicdanı tug'izmaydigan qilib qo'yding. Endi aka, menda programmamizniki shu naq maydonda qatnashayotgan tomoshabinlarimiz, Urumchilik tomoshabinlar bo'lmasdan shu yiroq yerlardan mishaga yetib kelgan tomoshabinlarimiz hisoblanadi. Shundoq. Tomoshabinlarimizdan balkim so'raydigan savollari bo'lishi mumkin, deydigan gaplari, yurak so'zlari bo'lishi mumkin. Buning ustiga bizningki shu 2022-yillik Munavvar doktor tajdorligidagi Cho'lpon keldi programmasi emasmi? Munavvar doktor markasininki birlashma qurg'uvchilarining birisi bo'lgan bu Xalcham xonimi naq maydonga yetib keldi. Qarshi olamiz. Salam ekran oldidagi ko'rilmanlar, yaxshimisizlar? Men bugun Cho'lpon keldi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. 2022-yillik Munavvar doktor tajdorligidagi Cho'lpon keldi programmasi naq maydon ko'rinishiga qatnashgan barliq qaltis vakolatchilar, riyosatchilar hammanglarga mendan o'tliq salom va oliy ehtirom. Salam Javdatjon, bugun shu Cho'lpon keldi programmasida siz bilan naq maydonda yuz ko'rishganligimdan intayin xushal bo'ldim. Rahmat. Davamlı meyli televizorlarda bo'lsin, meyli Cho'lpon keldi programmalarda bo'lsin, hamma xalqimizni kuldiribla o'titgansiz. Ama shu öydimi ayolingizning shunday kuldirib, yig'iltib kirimlarini buzib yetadigan ishlaringiz bormi? Ben başı uydagilarni so'ranga uni. Men biri oilada ko'pincha ba'zi bir ishlarni chaqchaq aylantira olmayman-ku. Oilada erlik majburiyatim bilan, otliq majburiyatim bilan yurma. Oilada shu kelib qolsa ba'zi bir jihatdagi qiziq gaplarni deb qo'yma ularni hamda hozirlansin, xo'sh olsin deb. Chunki ular mening japarimni tatayotgan kishilar emasmi? Anlasam şu sizning g'o'lji tarafda intayin shu bek yog'di deb angladim. Shunga sizninki bayamliq o'ltirib qo'pishda qolsam sal ballaringizni tutganingizda bir tutgandek qildingiz. Shunga men bizninki shu Munavvar doktor chaplaqlarimizdan bir o'ris to'qinmoqchi. Bak göz çaplakma. Bu hakikaten isil mahsulat oldu bu. Men göz, til, beden charchaydi-ku. Keç-keçilab yurmaz. İşleringlar texim o'ngishli bo'lsin. Bizninki shu Munavvar doktor so'ngak sog'lomlashtirish maslahatimiz bo'lsa, ne og'risi shaga chaplasa unum qildigan, revmatizm, zing, bel umurtqisi, yo'ldin, so'g'uqdan bo'lgan har xil so'ngak kasalliklariga alayda manfaat qildigan qo'sh unumlik maslahatimiz bo'lib, har qanday ko'rmalarninki ishiltib beqishni chin ko'nglimdan tavsiya qilaman. Rahmat. Bizniki Munavvar doktor maslahatimizniki yana birisi bo'lsa, shu jiroq yaqinni ko'ranmaslik, qichishadigan, yonchoq go'sht usib oldigan, qizirib oldigan shunday ahvollari qarta bizniki shu intayin yaxshi bo'lgan ko'z chaplaqlarimizni tavsiya qilaman. Hammanglarning ishilib beqishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Ben hoş oldum zaten. Qanday boshqa ish ishlamsa hamda? Mana orliqlarni qistirib qo'ygan pul yo'q. Ben mana eng esil suvat bu bo'ldi deyman. Mana Munavvar doktorninki chaplaqlarni tizlag'i chaplab, ko'zlariga chaplab, texmi ro'shanlashtirib, xalqni aniq ko'rib, kimninki g'am qayg'usi va kimninki beshida ig'ir yuklar va shuni bir yengiltish uchun qarab, texmi xushalliqqa taqilishga tirishmanda hamda. Rahmat. Ig'izon chaplanma juma kamani yo'qlik qilib musulmon so'zlarni. Va yo'q, uni Anvar kamda boshqarib Abduvali. Shu kompyuterni bekor tizimida atiq bek o'qishni ketdim. Ancha-muncha to'rdashlarningki bir savollari bo'lsa, so'rmoqchi bo'lgan. Shuni bu vakolata yetkazmoqchi shu savollarni.
Hazır bir so'rab baqsınma. Nemni so'raysan? Man so'rashim majbur. Bir to'rdishimiz debdi, Jadadka yaxshimisiz? Abaytı yaxshi his qilishimcha siz bek o'g'riq ekansizmish. Badan qiyofatingizni o'zingiz bir harakat qilib saqlab keldingizmi yo bir maxfiyatlik bor bundan deydi. İkita. İchta emas, o'g'riqning ichi yo'riq degan gap bor. Ya sen ama qadamsiz o'zgartibsan aka. O'riqning ichi yo'riq emas, o'riqning yuzi qo'riq deb gap bor. Bas kiygan cho'riq deb. Kilo sanım deytaymi? 70 kilo. 70? Ne bo'ldi? Kirib ketgandek turamdi. Shu chaqchaq yo'liga kirgandan tortib, menga nurg'ulg'an kishilar ta'lim tarbiyalarni qildi dedim-ku. Turqonning o'zi bir san'at deydi-ku menga. Men mush kiyim-kechak madaniyatiga bek diqqat qilaman. Chunki mush turqimiz kishilarga bir estetik zo'q ato qila olsa, kishilar bizning ichimizdagi bilimdan, ichimizdagi gapdan huzur ola oladi ekan-ku. Nurg'ulg'an chaqchaqchilarimiz o'tdi hayot yo'lida. Bular izchilliklarida o'zi bilan qaromay qoldi-ku bular. Mush is xiyolda zadım shunday shu xalq uchun qildik. To'g'ri, xalq uchun qilyapmiz. Eng beshida inson o'zini söyish kerak-ku. O'zini söylamagan odam boshqalarga mehr muhabbat ato qila olmaydi. Shu men o'zimning tan salomatligi shunday yaxshi azraymi badan go'zallik harakatlarimiz bor deyman. Man chaplagandan ko'ra meni. Lekin bektedan aka xalqni suyib Anvar kamdek suyalamsa. Ma Anvar kam 7-8 xalqni yig'ib suygan ekan o. Ya hazır Anvar kam suyishdan taraqqiy qilib ishlaydi ham. Ma Anvar kam yo'g'on nima ekan bu odamlar. Bu mandaylar jumasidan ko'rilda sen nashbit yig'ita aka. Ras. Ma Anvar kam odatli xalqni bir bog'lam qilib qo'ysan ular. Biz bir taldan suyganni ma yig'ib buraqni suygan emasmi o? Var birkaç sam tursa ama velin suyup net biz kıprak. Sorayman mı oldu? Sonra sen bir kavga dikir. Yanında to'rdishimiz debdi, Jadadka yaxshimi? Hamish yaqinda to'y qilmoqchidi. Maslahatchimni chaqiraydigan qanday aloqa qilishman dedim. Nechi pul bo'layotsa hazır. Biz u bu jutlarga maslahatchiga chiqib qolsak hamda. 300 dan yomotdi. Menga 500 da rasm tushyapti kerak. Men izdis bo'ldimi, qatnashibman? Qanday sevet? Telefon nomerim deyman. Ya ishimiz borang deb qo'ysan qolsa son bo'ldi aka. Baha demaymiz. Eng adil baha xalqning chavoki qag'an sag'an pulejimi? Pulsamiz razı olmaysiz. Pulsamiz razı olmaysiz. Nurg'un to'ylar qatnashdik. Hatta biz pul xashlab og'illarning maslahatchilarini qilib bergan Nurali. Isil. Yaqinda to'y qilmoqchiman. To'yanliqdi ya. Bulamala öylüleşip gittik valla. Ben ipray buldu. Das meşedik ayallah bilan qo'yib manik xamchay qilib baraylar. Bir beret degandek. Siz el cho'piranga degandsiz. Siz el cho'piranga. Siz yomon yo'g'onkansiz ya sizni to'yga so'yib yutamdik ya. Açatdik adam sandığını alsa Nurali'ninki. Mazik Şangang'ninki. Biz maqudi tarafdan rahmat. So'rg'i ne bo'ldi demadi. Anvar kam bunu so'raydik. Salam ekran oldidagi barliq ko'rilmalar. Salam bugungi so'rinimizning kulturgisi. Rahmat. Qiziqchisi, chaqchaqchisi Jodat. Rahmat. Mendan amallar o'tib salam va alaykum. Nurg'un chaqchaqlaringni anglagan ukam. Şunu bugünkü çaqchaqing manga ait keldi. Men mo xo'shallik topdim. Lekin bu chaqchaqning nimaligini men burundan tushungachga Jodatdan bugun qo'shib qoldim. Şunu mush munosabat bilan yaqin orliqdan bir qatim ko'rishganimdan xursand bo'ldim. Sen mush chaqchaq qilgan so'rilarda chaqchaqing ig'ir kelib ketib, so'rindan chiqib ketganlar bormidi? Mesela Anvar kam demoqchi, men qasdi qoldim abay demoqchi-da. Maaşdan qilsam bo'lamdi. Demek ben hem de İsamkamdan çaqchaqlardım oltuğan. Ebelandan çaqchaqlardım olturup baqqandım ço. Ma'noda Mana çaqchaqlar normal bir faoliyatdak bilindigan bo'lib qolgan. Lekin 3 kundan so'ng ursiz.
O'tsangiz bo'ldi, men deb beray. 10 yıl oldu bu çakçak 10 yıldan eşipti. 8 yılın aldığı deyman. 2012'si deyman G'uljada. İşte bir sorunda bir ürümçilik balık yemiş G'ulja xizmat ishi bilan bölünüp. Ada işte demensem mening işte maslahatchimni qilatdim, shu maslahatchim qatnashmagan bo'lsang dedi. Bo'ladi deb shu maslahatchiga qatnashdim, toz qiqqas cho'qqan bu yerda chaqchaq qilyotdim. 7-ci ay mezgili bir arlıqda 2 bal kirib keldi sorunga. G'ayri kiyinibdi deb bir xilda dankola bilan kirdi bular. Bu yıllarda zincir bulanın. Bunda adam deyip basak biz neçke oynayımız geldi de kirişiklilik işkisini okşattım da bir yerde. Çoğan sorunun içi. Sazığa vaktidir bir arlıkta bu ballar yok da. Toyuğan bal o da işte dinlesem. Ürümciden geçik ağınam diye. Ne oldu desem. Hem de dikkat kılmışsan çakçaktan. Özüm şu yerde bir acayip bir kılılık bir yalnız bulup kaldım da. Ben aş G'uljning balları edeptim ben de bunu mimarlığını okumayma. Keyin u balmış ürümçi kayga vaqtimda aş baş ağınız arqılıq men telefon qildim. Mening bir yerim çünkü men xo'shallik berib atqan ekan aka bir odamni xap qilib qo'ygim kelmaydi-chu. Aş ağınamga telefon qilib telefon adaş nadasan desem men ürümchida dedi. Ilq ağınamni chaqirib chiqqan bo'lsang dedim. Ilq ikki balni chaqirib chiqib ketgan. U ballarni ko'rishdik. Ko'rsak ularningmi tunji qitim elining soruniga chaqchaq ağlaymiz deb baqdik. Ularni men gadan keyish to'yg'iz etdimda. Nereden bilemen ularning G'uljiliqligini hamda ularning payjodi bu işin erigan bo'lmasa kechirim so'rdim. Sonra kim bular sen kechirim sorma dedi. Mana o'g'ilvolchiligi sen kechirim sorma. Hadi singillarimizni o'xshatmading yo ota-onamizni o'xshatmading. Bizning kichigimizni sen bir qamchiliganding o'ylab baqsaq biz xato kiryaptik. Asl unda sorun deganga tirisdik. Qiqas yo bu ishtallarimiz bilan kirishimiz kerak deb biz keyin kirishga nomus qilib yenib keldik dedi. Xapolmanglar deb qo'ydim. Endi shunda bir ishlar bo'lib qoldi ekan sorundichu. Keyin ma sorun tadrijiy masalan ajinda esil jamiyatga kishilar bilan ko'rishgandan keyin men degandek musafir deb ham u ballarni musafir demam shu yurt mehmon bo'lib qolgandan keyin shularni biraqir bilishimiz kerak ekan. Bunda qarab ham bu yerda hammasini ko'rib bo'lmaydi. Ashta ishlar qattiq diqqat qilsam bo'ldi deb keyin bizni sorun jamiyat tarbiyalab akeldi aka. Shunda chiqib ketgan, ular chiqib ketmaydigan ish yo'q. Oyoqlarimizni tashib yotgan. O dedim o aka chaqchaq. Chunki ularning qavatini chaqchaq tapimiz bor. Salam ekran altidagi ko'rmanlar. Men Ruzguldan hammalarga o'tliq salom va eng oliy ehtiromlar bo'lsin. Jadidka siz aytayotgan bizni kuldirib zot ko'zlarimizdan yoshlarimiz yiqib ketdingiz. Hammamiz bek hayajonlandik. Hamda turib siz o'zingizni musha hozirgidek cho'ng sahnlarda o'ltirgandek his qilibchi, tushlaringizdan chaqchaq qilib mush o'tga ayolingizni, bolalaringizni uyg'otgan ahvollar bo'lgan. Göylemseye demekti. Kallağınızdan dua mı deyin gel. Mikrofon bilan vaqtli qo'yib pul tushirib qo'ysak bo'lmadi meni. Biz kecha ishtalansak nerede tushib? Odatda kashqurunliq bo'ladi to'ylarchi. Biz kechida chaqchaqni kechida qilamiz. Endi hozir deb qoldingiz bir kechisi masalan joydan qaytib kelib qara. 1 soat 5 minut atrofida shu bir xiyollar agidida kimga birasi bir yig'iz mundaq gap qilib qo'ydimmi? Apla anda deb qo'ydimmi degan bir ideyalar bo'ladi. O'ylab o'zim ash qilgan chaqchig'imni bir kunlik qilgan faoliyatimni bir kechining ichida 1 soat uxlag'ich o'zim toz bir yakunlab etib undan keyin xotirjam uxlayman qara. Bugun mashta qilgansan da. Bugun mashta qildim chunki ig'izdan chiqqcha so'zni odam boshqardi, chiqib qolgan so'z odamni boshqarib qilishni istayman men. Shunga kishilarning ko'ngliga azor bermasam deyman. Ablat Abdurahim akamizningki bir gapi bor. Eli chaqchaqchilik deydi. Bu tadrijiy taraqqiy qilib ustozlarning iziga varislik qilib kelayotgan yoshlar bor. Buni ustozlar bir buyuk bir güzel san'at bizga hozirlab tashlab berdi. Chunki eli chaqchig'ini taraqqiy qilishda bizda eli bir gap bor. 30 o'g'il 9 qiz deb ta'riflanmoqchi. 30 o'g'il degan gap shu chaqchaq sorunning 30 o'g'il huzurlanmay shu 9 qizning shuningdan bir hassi bo'lish kerak. Seningda xushchaqchaq yigitlarni, shuningda xushchaqchaq kishilarni mushunda esil güzel xonim qizlarimiz, onalarimiz tutgan mashlarni kuldirishing kerak dedimizmi? Vay, chaqchaq ayollarni ashik bir umumlashib kelsa bo'ladi. Vay, qazi ishlar turistlarniki to'shaq pul tushib to'ldaymiz. Salam Javdat efendi, xush kelibsiz. Rahmat. Bir so'ram so'rsam, shu surat kelish başlanishdan burun da Javdat efendim keldi ekan debdi. Bu qozoqmidi? Ben çıkıp görünmelerden sonra kısma soğan diyor. Ben söyleyeyim.
Mening ismimga qarang. Acayip jiqi bek qiziqdi, bek heves qildi jo. Qani o'tirganda esa. Kim qo'ygan akamış ismini? Biz jin taranchilari eliniki jo. Endi bu ismni buvam qo'yib deganda Javdat deb. Mesmi yaşık. Javdat degan ism joma ozjimi. Janubiy Shinjongda mumkin emas qo'ymaydi ekan bu ismni. Shunda sen de lavaylı bu. Javdat degan ism G'uljida yo'q. Javdat Yebi degan ism yo'q G'uljida. Ya mantiq bu ne? Laqam deb o'ylabdimi? Ya laqam emas, Javdat degan ism. Keyin men ismimni toza mash nimalardan cho'nglardan so'rsam, layoqatli yaxshi er deganman degan. Biz onu davasını buldur. Kim dedi aşkım sana? Mo'man buvam dapirib. Sen çıkardın dedi onu. Javdat o'zimning asli ismi. Yaxshimsizlar, ekran oldidagi ko'ruvchilar va naq maydondagi tomoshabinlar, hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi dasturxonimizning aziz mehmoni bo'lgan Javdatga xush kelibsiz. Rahmat. Mushu baytda yoqi hammalarga chaqchaqlarni jiq qildingiz. Meniki azroq to'g'rilmagan yer bo'lib qoldi. Men azroq chaqchaq qilib qo'yamikin. Aşkılar çaqchaq qilmadingiz, men chaqchaq qilmagan deb. Mana men bir qiziqchilik, men bir yangilik oldi men. Nurg'un kishilar men chaqchaq qilmadi deb, men chaqchaq qildim. Bu tarbiya ma bu zot. Sen qanday chaqchaq qilgan oldu, ishtonning sertimizni tatib, biroq aytib qo'ydi. Ya Qashqardan yutib ketgan Markomu ya. Ürümçik opsinizdagi. Men ozroq qoldi deydim o. Söyle til chaqchaq xumav ketsa. Sen chaqchaq ukulga o'tib bo'lsiz. Mana mavashda jigidi. Men chaqchaq qo'ying ekan. Rastemada yetlik so'rganda qilib bo'ldi. Keşke yatqanmasın bir çıkdı. Aka chaqchaq. Hiliqi bir azazil xotinlar va o'lgidek tayoq yesim yani yetib o'lib tillaydigan. Bir yana bo'lishig chaqchaq qilsam, yana moyning ozroq qoldi. Ya mesela bugün meyede sen otlamay, Enverkam otlamamasa Enverkam bir suyup koyuyor. Çoğlar bado ya. Bado. Ya çaqchaqdan şevkede deyip çıkırıp etken. Çok teşekkür ederim. Çaqchaq çıkıp gedip jüt qayerden? Jüt koruldu. Koruldu mu? Kimden şagirdden? Sizin şagirdiniz mi? Ma bo'ldi ekan ma shogirdimiz. Yomon do'mbilaqqa akib suyib ko'ptirib yetibsiz. Yetdimi hali? Yetdimi qanday? Yetti. Rahmat. Xaltang to'shdimi? Ya lekin bo'ynimizni qalishli ekan. Xeyli kayfiyatni yuqori ko'tarib etdi. Ma bo'ldi ekan ma u. Mening tek qonmidi deydi. Qandaq, hamda 10 minut o'tmadi ko'rdim. Yaqdan tuluq qilindik o'zi. Xotirjam bo'l, bu Munavvar doktorning karomati. Ma o'tirdik o'taga odamga bir mumiya. Bu bana bundan sorun qaytmasdan el mallarning chiqitaga to'ra qo'ysa. Koni havasının to'ngdak o'tasa. Bu hakkımızda Enverkam qilib ben chestayda qo'ydim. Enverkamga beritandiq ya odamni. Talaga chiqib bir tang o'ynab kirganmiz. Babal yugurib kirdi, dada tangsangning bunda qaraq yer ketdi. Xotirjam bo'ldingmi? Xotirjam bo'ldim. 3 tal yumur beray, 3 tal yumur beray, akitib buni ko'rliq kunda tamoqdan keyin iste'mol qildim. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Kesin buldak. Tasavvur qilib baxmagan bir ishlar bo'ldi bugun ha. Bunchilik hammalarni unda telextur yutdi deb rastga qilsam unda o'ylamabdi ekanman. Xiyolimni keltirib. Odatga ko'ribsan ketadi. Ya yaratmabdi ekanman. Men kirib shu cho'lpankalda kirib shu seniki qanday qilsam bo'ladi dedim. Men Valini ko'rib men qiziqdim men.
Ürümçide erler amanda güzel ok ettim. Güzellik işçim ağırdı ki elimdeki iş yügrep çıkamadı. Aka işkinde bir bunun da su yıkayıp Ish qilib qanday bo'lmasa chaqchaqim qilishdik qo'y aka. Shundoq. Rahmat. Shunda bir so'rinni bilib bo'la olganligimiz biz uchun bir g'animat deb o'ylayman. Bundan keyingi ishlarang texim yurishlik bo'lsin aka. O'ylagan shu arzu armonlaringga, nishonlaringga yetishingga meshada o'tgan hammaylar ekran oldidagi hammaylar tilakdoshligimizni ham bir qatim bildiramiz. Amdi akam şu ahırlaşmaydigan soru yo'q degandek. Bugungi san programmamizdagi vaqt cheklik bo'lib qolganlik sababli mishada ahirlashadigan bo'lib qoldi. Qandaq bo'lmasin, hammalar o'rta xo'shallik topa oldik deb o'yladim. Oxirida so'raydiganim akamizdan bugun qatnashib qandaroq hissiyatda bo'lding? Bayatdan aylık bir gapdi deb o'tib ketdim. İlk xalq radio stansiyasida ishlagan vaqtimda men nereden bilmay shakirgin men mishki jilg'an tusa degan gapni qildim dedim-ku. Chunki xalqniki bizning kutadigan eng muhimi tabiiylikni kütülgenço. Aldığında desem bu mayttifkan. Beşida aldığında maqtı etkenmsem çaqçaq qılamadım. Abdüveli işkanlarda hakikaten söyündük. Bu programa bizle emas, nurgulluğa yaşlarının, hatta çoğlarının, yaşanğanlarının, hatta her millet xalqning bir qiziq ko'rgan ko'zur programmasi bo'lib qoldi. Tabiiy bo'lishimiz kerakkancho. Pek yasalmalik bilan kishilarningki xush yo'q. Pek yilqinadek yasalmamda yurib ketganlar. Bu hamanem o xalq uni bir ko'rdikancho, ko'rib voy to'xtab turadi. Tabiiylik nimasi deb. Shu sening shu tabiiy riyosatchiligini qarab shunda qo'shilimiz so'yinimiz. Bu bir xil men erkin ozod bo'lib qoldim. Bo'lmasa sen mana bir program deb faoliyat etsang, cho'qim men chaqchaqni yodlamasammi, yumurlarni yodlab, shuni men saran qilib yeta qo'ydim. Qanday qilmay, qanday tayyorlik qilamiz deb. Programmanglar Şinjan qil emas, butun mamlakat miqyosida. Bizlar emas, butun har millat xalqininki yoqtirib ko'radigan esil, nopuzliq, ko'zurliq programmalar bo'lib kelishiga chin yuragimda umid qilaman. 2022 yillik Cho'lpon keldi programmamizdan tajdorligini Munavvar doktor markasi alayda qo'llagan. Her iş seherden başlanıdı. Yaxşı keyfiyat bir kundan aşkıcı. Yuyica, yani Munavvar doktor, mayli hizmet yoki seferdi bolay menden ayrılmaydı. Yok, ben onu yenimden ayırmayman. Onu kiçik çağıma. Bazıda kiçik işler çoğun işler tesir kıldı. Bir günlük yaxşı keyfiyattan hayat kaynağını şundak sınıman ki, bəxtni, muvaffaqiyatni, hayatının kımmetini gözem yardımı. Ümit yine davamlıq algı ündeydi. Bəxtni qoğlaşqa, his qilishqa ündeydi. Sağlam turmuşni özünüz izlep yapın. Munavvar doktor. Markalık mahsulotlarni e'tibor bahası etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz kiring. Neçimin xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar ig'lik tikilmoqchi bo'lsangiz, Şinjan So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizga yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supisiga kiring. E'tibor bahas mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supisiga kiring. Hazır organ salonumuzu qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'larga erishish fursatingiz bor. Onundan başqa yana programmamiz riyosatchilarining kiyimini bo'lsa, Miras kiyim-kechak madaniyati chek shirkati alayda qo'llagan. Bovlardan Miras tog'dak qomatga qiyos Miras kiyimlari. Qanday aka? Yarishibdimi? Ketmez. Çaqchaqchimizning alayda qo'llagan o'rin qo'lji chaqchaqchiligi. Bugün şu Cho'lpon keldi programmasi orqali meniki mush chaqchaqlarimni izchil qo'llab kelayotgan barliq qarindoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shundaq naq maydondagi do'stlarga, Abduvali, Nurali sizlarga mush Cho'lpon keldi guruhidagi barliq jafokash xizmatchilarga rahmatimni aytaman. Men shu yo'lda tirishib, azdir ko'pdir menga yaxshi ta'lim tarbiyalarni bergan to'kpikor akalarimga, iladagi to'kpikor chaqchaqchilarga, shundaqla mening bilan tang qurdosh kasbdosh chaqchaqchi alog'ilarimga, urug' tuqqanlarimga, otalarimga köpten köp rahmetimni aytaman. Her vaqt, her çağ sizlarning xushalliginglar uchun kamini javda taraqqat her vaqt tayyor qarindoshlar. Rahmat. Cho'lpon keldi. Men ketar bo'ldim, yari erzim bayan eylep gide erzim bayan eylep gide mihriban yar kaldı de gülüm
gider. Mehriban yar kaldı dem, Gonca gülüm kandaklar, Çöller zar yığılap gider. Rahmat aka, seni endi cümleden men yaxshi ko'raman. Tomoshabinlarning orasidami balkim sen to'g'riliq chiq tushunmaydigan tomoshabinlarmi batdi. Mush fursatda tushunib oldi. Mencha yaxshi ko'rdinglar deb o'ylayman. Men tomoshabinlar, ko'rmanlar hammanglar yana bir qatam tashakkurimizni bildiramiz aka. Seni yaxshi ko'rganligimizni ifodalash uchun Cho'lpon keldi. Markasidagi programma lo'nqimiz bor. Mushni hadiya qildik. Yaxshi saqlag'aysa aka. Hoş buldum Nurali. Abduvali sizlar ko'pdan ko'p rahmat fikrlarim. Cho'lpon keldi programmasiga taklif qilganlar shunda xush bo'ldik. Mushu munosabat bilan eladiki har millat qarindoshlarimningki, xushchaqchaq xalqimizningki yana o'tliq salamini, shularningki rahmatini bildiraman. Salomat bo'linglar. Mush ekran oldidagi barliq qarindoshlarni, mashadagi qarindoshlarimni G'uljilarga kelib sayohat qilib ketishinglarni, elaningki naq maydon ash go'zal chaqchaq paranglardan huzurlanishinglarni, elaning qaymaqliq etgan joylarini, onalarimizningki sizlarga salgan dasturxonni, otalarimizning sizlarni kutib olgan berkatlik dasturxonlarga qadam tekshirib qilishinglarni chin yuragimizdan umid qilaman. Rahmat.